Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artıq azap içinde, kamplarda azap çekivatkan, ceza lagerlərdə azap çekivatkan 3 milyondan artıq Uygur ailesinin bir azası. Menin atam, anam, qayrındaşlarım ve uruk tuqqanlarımdan qancha kişinin kampıda boğallıklarını, ceza lagerdə boğallıklarını aniq bilmeymen. Ama iki akam ve qayrındaşımның şundaqla uruk tuqqanlarımdan neçə ollığan qayrındaşlarımның ceza lagerdə 1,5 yıldan buyan yatvatqanlığı bir haqiqat. Menin apam Ayxan Mehmet 78 yaşında Xitay Komünist Hakimiyeti tarafından ceza lagerine solunup 2018 yılı 5. ayının 17. günüsü ceza lagerinde vafat boğallığı haberini anladım. Dadamның qaysı aleti boğallığından haberim yok. Uruk tuqqanlarımның qaysı aleti boğallığından haberim yok. Şunun ben bir yerde dünyaya menin ailemni şu ceza lagerinde yatvatkan 3 milyon Uygur'un biri buluş süpütü bilen ailemnin izdirgini kılışını arzu kılımen dünyadan Birleşken Devletler Teşkilatı'dan, demokratik devletlerden, teşkilatlardan benim ailemnin uçurunu epirişini iltimas kılımen ve şunun olan birge bütün dünyadaki Uygurlarını, yüzünün uruk tuqqanları, ata-anası ve bütün dostlarının izdirgini kılıp sosyal medyalarda, ictimai taratqularda bu qayrındaşlarının izdirgini kılıp muşu sosyal medyalara çıkıp bunu talep kılışını guvalık berişqa çakırman. Rahmet. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Benim ismim Abdurrahim G'ani, Gollandiyada yashayman. Benim 2017 yılı 5. ayın ahırdan başlap vatanimiz Şarkı Türkistan'daki ata-anam, urug' tuqqan, do'st birodarlarim bilan bo'lgan bütün aloqam uzildi. Ular hayotmi, o'ldimi, Xitoyning Şarkı Türkistan jazo lagerlaridami, turmadimi, onu bilmayman. Uygur milleti Şarkı Türkistan'ın asli zemin egalari bo'lish bilan Xitoy tajovuzchilarining turli tuhmatlariga uchrab, har xil vositalar bilan ular yo'qotilyotdi. Xitoyning turmalarga jazo lagerlari mahkum qilinyotdi. Jumladan etnik qirg'inchilikniki qurboni aylanib Şarkı Türkistan zeminlaridan tozalanyotdi. Men o'zimning ota-onasining urug' tuqqanlarining boshiga kelgan qismatlarni bir millatning qismati bilan birlashtirib Gollandiya parlamentiga, xalqqa, shundaqla Gollandiyaga kelgan sayohatchilarga anglatish orqali ularniki hissdoshligini qo'lga keltirdim. Biz butun dunyodagi Uyg'urlar o'zimizningki urug' tuqqanlari, ota-onalari, do'st birodarlar orqali guvohlik berish orqali dunyoning sutini buza olamiz. Bu bizning irodamizga, jasoratimizga, g'ayratimizga, jumladan her birimizningki guvohlik berishga bog'liq. Hammamiz guvohlik berish faoliyatiga aktiv ovoz qo'shaylik. Sharq Turkistondagi zulm uchrayotgan, ittiq qirg'inchilik qurbon bo'layotgan shu xalqimizningki ovozini dunyoga anglatish mening, sizning, uning jumladan her birimizningki vijdoniy burchi. Qani guvohlik berishga otlanaylik. Mening ismim Chiman Tuproq. Men Sharq Turkistonning Urumchidan. Ben bugün Xitoy hukumatının Şarkı Türkistan'daki jazo lagerlarini inkar qilganligiga, jazo lagerlari qamalgan urug' tuqqanlarim, qan qarindoshlarım uchun guvohlik beryapman. Mening oilam bilan bo'lgan aloqamning uzilib qolganiga 2 yildan oshdi. Mening oxirgi qatim uydagilardan olgan uchurimda cho'ng odamning o'g'li Ilyar Qurbonning haramga haj qilib berib qaytgandan keyin Xitoy hukumatining sen şahsi namın bilen bağdın, hükümet orlaştıran grup bilen bağımdın diyen Batman bilen turmugu solap izleyereksiz yok bolğanlığı. Çoğun akam Şirali'nin küçük kenci oğlu Şirzat Şirali'nin Mısır'a okuşqa çıkıp qaytqandan keyin sen Mısır'a bağdın diyen Batman bilen turmuga akirip solğanlık xabarini tapşırıp algan. Mening uydagilar bilan aloqam uningdan keyin faqat uzildi. Men uydagilardan hech qanday xabar olmadim. Bugun deydiganim barliq qarindoshlar. Biz vatandagi qarindoshlarimizning tirik isboti. Azob chekayotgan, zulm ichida qolgan, jon talashayotgan, zulm ichida ingrayotgan millatimizning ovozi bo'ling. Depsende bulunuyatkan xotun kızlarınızdan avaz bulun. Tirik yetim yesir boğatkan perzentlerinizden avaz bulun. Qançılık zulüm içinde qalğanlığınızı ispatlan.
Xitoy kommunistləri bizni bastırıb yo'q qo'yitish, tükdən qırıb yo'qotib o'tish planı bilan bu ishlarni olib beryapti. Buni siz bilan bizga intayin aniq xalqaro buni e'tirof qilmaydi. Chunki ularda fakt yo'q. Biz shu vatandagi xalqimizning norisiga farzandlarimizning, xotin-qizlarimizning ovozi, biz ularning ovozini butun xalqaro anglitishimiz kerak, isbot berishimiz kerak. Qani xalqimizning ovozi bo'ling, millatimizning ovozi bo'ling, dapsanda bo'layotgan xotin-qizlarimizning ovozi bo'ling. Xitoy qurol qilib qo'llanayotgan farzandlarimizning ovozi bo'ling. İspatı bulun, tirik ispatı bulun. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men Gollandiyadan Ablet Şemshi bo'lman. Men Gollandiyaga kelgan 9 yil bo'ldi. O'zim Urumchidan. Arap'ta tutulup ama biz Allah'tan ümidimizni üzmeymiz. Çoxum vatanimiz Şarkı Türkistan'ın müstakilligini qo'lga keltiramiz. Bunun için hazırdan başlap hareket qilishimiz kerak, kurash qilishimiz kerak. Şuna aziz qarindoshlar, shundoq o'zimiz bilgan, o'zimizning beshdan o'tgan sarguzashtlar bo'lsa, o'sha yerda e'lon qilishinglarni umid qilamiz hamda shunga chaqiramiz.